Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Andijon viloyati Bosgan tumani Elatan degan joyda tunaki fonishimiz o'z nihoyasiga yetkazib berganmiz. Bu joyimizga 04 listimizdan 173 kvadrat tunaki ishlatganmiz. Ikkita kosmos 38 metr MDF atrofiga gulimizdan qo'yib berganmiz. Bu joyimiz esa qiyshiq, o'ta bir perikoslari bor joylar bo'lgan. Hozir bitganini ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha vodiy bo'ylab qilib beryapmiz. Listimizni yupqa qalinligiga qarab. Listlarimiz 4 xil listimiz bor. 03, 035, 037, 04 listlarimiz bor. 04imiz eng qalini bo'ladi. Bu joyimizga 04 listdan qilib berganmiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozirlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Bu ko'cha tomonimiz o'stirma shapkamiz. Shunaqa holatda 90 gradus qosh qo'yib berganmiz, 90 gradus navo qilib berganmiz. Navoimiz mokriy rangda bo'lgan. Bu joyimiz o'zi mokriy rang bilan oq aralashgan, keyin bunaqa tillalardan ham ozgina aralashtirib berganmiz. Bu darvozaxonamiz aytib o'tganimizdek. Darvozaxonamiz o'ta perikoz holatda bo'lgan. Bu yerdan boshlansa, MDF fasonda qilib berganmiz. Ikki tomoni ham bu yerdan bo'lingan, ikki tomoni ham perikoz bo'lgan. Ko'rinishiga bir baho berasizlar, ko'rinishda unaqa perikosiga bilim olmaydi. Joyimizga bitta 1,5 metrlik kosmos qo'yib berganmiz. Narigi tomonimizga 180 lik kosmosimizdan bir dona qo'yib berganmiz. O'sha hisobda ikkita kosmosimizdan qo'yib berganmiz. MDF fasonda bo'lgan. MDF fasonimiz shu darvozaxona bu tomoniga, narigi tomoniga ekosi bo'lib 38 metr MDF ishlatganmiz. Bu joyimizda o'sha hisobi 29 million 500 mingga bitgan. Buni 29 million 500 mingning ichida ko'cha tomon bor, bu ikkita darvozaxona bor, keyin hozir ko'rsatib o'taman. Ichkarida shapkamiz ham bor. Shapkamiz ham haligi doynoy fasonda bo'lgan. Darvozaxonamizni bo'lib qo'yganimizning sababi, bo'lingan bo'lgan taqdirda ham tay tomoni eng oxiri bu tushishi, narigindan tushishi eng oxiri bir xil o'yinda bo'ladi. Faqat bo'linganning sababi bu yerda shunaqa 40 santimetrlik chiqqan joyimiz bor. Bo'lmaslikda umuman iloji yo'q bu joyimizda. Bo'lmasak qing'ir qiyshiq bo'ladi. Chunki bu joyimizda ham anaqa perikoz qiyshiq joyimiz bor. Bu divorni hisobini olsangiz, yarim 60 santimetr bu tomonda bo'lishi kerak. Shunaqa holatda bitgan joyimiz. Bu ishimizni boshlanishini videosini ham qo'yganmiz. Qanaqa holatda bo'lgan, hozir qanaqa holatda ko'rinishda bo'lyapti. Bakovoylarni ham to'sib berganmiz. Tomni tayi bu tomonimiz keyinchalik qo'shilib ketadi. Hozircha chiroyli qilib beringlar deganini vaziga qilib berganmiz. Navo fasonda MDF fasonimiz bo'lgan. Aksessuarlar qo'yilgan, MDF qo'yilgan, bitta kosmos qo'yilgan bu joyimizga. Shaxmatimizdan terilgan tilla do'ppi, tilla lenta qo'yib berganmiz. Tilla do'ppimiz отдельно hisoblanib tunakani ichida ketadi. Bu tomonimiz ichki shapkamiz bo'lgan. Bu tomonimizga o'tishda umuman imkoniyati yo'q. Двойной fasonda qilib berganmiz. Bu joyimizga tarnov qo'yilmagan, tarnov o'zi bo'lgan. Двойной fasonda oq mokriy ranglarimizni ishlatib qilib berganmiz. Bu tomonimiz общий joyimiz ham uzun ko'rinishda bo'ladi, faqat bu yoqdan ko'rinmaydi. Bu tomimizni dal narigi tomoniga o'tib ketgan. Bu yerimizda ham 20 cm, 25 cmlik shapkamiz bo'lgan. Bu yog'imizni ham chiroyli qilib ko'rib qilib, shapkani go'zal holatda qilib berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Bu holasa har tomonlama chiroyli, sifatli, halol ishlaymiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz.